Leksimizden devamı kulak salen hürmetlik vatandaşım. Reis Xi Jinping Xi aralığa ayak bastı. Rusya bilen Cungu murakkab signal tarqitishga başladı. Mavzulu haber 5. ayının 24. gün Doyut orbitida e'lon qilindi. Haber mundaq başladı. 5. ayının 25. günü Cungu'nun Xinhua agentliği haber tarqitib mundaq ko'rsatdi. Xinjiang o'lkasida xizmatlarni ko'zdan ko'chirib atgan Reis Xi Jinping 24. günü Rusya Cungu chegarasidagi Xishaza aralığa ayak bastı. Ben bunun Rusça ismini ben tapamadım, izlep bunu Xitaycha elip doğdu. Xishaza aralığa ayak bastı. Araldaki Qoğdaş rayonları ve İç rayonlarının umumi plan manzarasını gözden geçirdi. Xinhua bir gün burun gözden köçürüşünü haber kılgandan keyin Cungu'nun matbuatları Reis Xi Jinping'nin bu hareketine, yani Xishaza aralığa ayak basqanlığından ibaret bu hareketini arkadan haber kılışını başlayıp etti. Xishaza aralı Cungu hükümet işçide alaydı simvollik ahmiyetki ega. Hakikaten şundak. Cungu Rusya münasebetinde Xinjiang'daki Xishaza aralı bu hakikaten simvollik ahmiyetki ega. Bu aral Cungu ve sabık Sovetler devirdi bir qancha qatam qo'ldan qo'lga o'tib turgan. Yoki bu aral bir kuni Cungu'nun qo'liga bir kuni Rossiyaning qo'liga o'tib turgan deydi. Cungu bo'zak qilishga uchragan Cungu hozirgi zaman tarixining guvohchisi. Cunguning davlat kuchi, o'rni, tashqi munosabatlari bo'libmi Rossiya Cungu munosabati o'zgarishning tarixiy guvohchisi bo'lib qolgan aral edi. Kuzatuvchilar mundaq ko'rsatdi. Bundan sal burun Rossiya bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari suhbat xitob, Sochi xitobnomasini e'lon qilib, Cunguning eng muhim strategik sheriki hisoblangan Rossiyaning nihoyat yuqori qiyofat bilan Janubiy dengiz talash tortishiga aralashish bilan kirib kelganligini ko'rsatdi. Reis Xi Jinping'nin bu hareketi hem de Xishaza aralığı ayak basqanlığı hareketi en mühimi Rusya tarafının yukarı hareketlerine münasebetlik bolsa kerak. Bu cümle ihtimallik bilen tüzülüptü. Sochi xitobnomasi aralashdi, Rusya Janubiy dengiz ishtirog'i aralashdi. Shuning uchun Reis Xi Jinping Xinjiang o'lkasiga berib Xishaza aralig'i ayak bastı. Yoki Xishaza aralı Rusya bilan Cungu o'rtasida simvollik ahamiyatga ega aral edi demoqchi bo'ladi xabarning avtori. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Reis Xi Jinping Xinjiang o'lkasi Rusya Cungu chegarasidagi Xishaza aralig'iga yetib keldi. Reis Xi Jinping mundaq ko'rsatdi. Xishaza aralı iç rayoni sanoat qurilishi va sayohat rayoni qilib qurmasligimiz kerak. Aralda qurilgan asosiy qurilish aslahalari bu aralning ekologik muqimligi va muhitiga ta'sir ko'rsatadigan ishlarni qilmasligi lozim. Demek bu aralının ekologik muhitini saqlash lazımdır. Bazı iqlim meselelerini kuzatuvchilar mundaq fikr qilishdi. Reis Xi Jinping'ning Xishaza aralig'iga kelishi bir muhim uchurni tarqatdi. Xishaza aralini butunlay degudek avvalida Cungu'ning egilik huquqi doirasidagi aral edi. Yaqinqi zamondan aytganda Rossiya qurol kuchiga tayanib bir qator Nibuchu shartnomasi, Ayxoy shartnomasi, Beijing shartnomasi qatorliq shartnomalarni shu vaqtga Cungu hukumati bilan imzolab 1.540.000 kvadrat kilometr zaminni Cunguning territoriyasidan kesib oldi. Men sizlarga bu to'g'rida so'zlab keldim. 1.540.000 kvadrat kilometr zamin bir Xinjiang zaminiga barobar zaminni Rusya Cungu'nun territoriyasını kesip aldı. Şuna sizler Rus-Xitay o'rtasida Xinjiang münasebetlik tüzülgen şartnamani bekar qilmanglar deb Deng Xiaoping 1989 yılı 5. ayının 15. günü Beijing'de Gorbachevga shundaq degan paketni Angliyalik yozuvchi Xoliday bilan Jangrong xonim Mao Zedong to'g'risida bilib bilinmagan hikoyalar degan kitobining 33. babida e'lon qilgan.
Demek bu yerdeki 1.540.000 kvadrat kilometr zemin Xitayning nazarida Rossiya bilan Jungo o'rtasida talash tortish qildigan zemin. Bu balki Xilonjandagi zemin deb shu qaralishi kerak. Demek bu zeminni Jungoning territoriyasini kesib olgan edi. 1929-yil Sharq Shimol temir yo'li voqeasida sobiq Sovetlar bu orolga butunlay degidek tajovuz qildi. Esinglarda bo'lsin 1929-yili mush orol to'g'risidan Sharq Shimol tarafda Rossiya bilan Jungo o'rtasida qattiq urush bo'lgan edi. Rossiya bu orolni besib oldi. 2014-yili Rossiya bilan Jungo taraf Jungo-Rossiya chegaralari sharq bo'ligi to'liqlama kelishimi imzolab 335 kvadrat kilometrlik Xishazi orolining 171 kvadrat kilometrini Jungoga ayirib berib, Rossiya taraf 164 kvadrat kilometr zaminni ayirib olgan edi. Demek bular 2014-yil tuzilgan shartnoma bo'yicha 2004-yil tuzilgan shartnoma bo'yicha bu orolni shunday bir qismini Jungoga taqsim qilib, bir qismini Rossiyaga taqsim qilib bitishgan edi. Lekin buningga Jungo rozi emas edi. Jungoning sobiq tashqi ishlar ministri Chen Chetin tashqi siyosatdan 10 parcha xotira mavzular asmi kitobida mundaq ko'rsatgan. Tarixiy sabablar tufayli Jungo Sovet ikki davlatning Xilonjang daryosi bo'ligi Manchun xandonligi davrida oddiy daryoni posil qilib chegara ayirgan. Sobiq Sovetlar Char podshoning Zomagar maydonida turib, Jungo Sovet chegarasi daryoni posil qilib ayrilish kerak deb ta'kidlagan. Daryo o'rtasidagi orol Xishazi oroli shunda qilib tabiiy holda sobiq Sovetlar tarafga ayirib berilgan. Xilonjang daryosi va Ussuriya daryolari tabiiy holda Rossiyaning ichki daryolari qilib ayirib berilgan. Ussuriya daryosi va Xilonjang daryosi tabiiy holda Rossiyaning ichki daryosi qilib ayirib berilgan. 1969-yili Jungo bilan sobiq Sovetlar o'rtasida Damanska orolida urush, qonliq to'qinish yuz berganda mush yerdan boshlangan edi. 1969-yili 3-oyda Xinjiangning Terakda chegara eg'izi, Cho'chak chegara eg'izi va Xilonjangda Damanska oroli, ya'ni hozirgi Xishazi oroli atrofida Rossiya bilan Jungo o'rtasida to'qinish yuz berdi. Bu to'qinishni Xitoy o'zi keltirib chiqadi. Rossiyaga aloqador munosabatsiz. Chunki ichki ziddiyatlardan qutulanmagan Jungo hukumati mavzudan atay Rossiyaga chiqilib, ichki ziddiyatlarni shu orqali bosib turmoqchi bo'ldi. Demek Xishazi oroli Damanska orolida Rossiya bir polk askardan ayrıldı. Demek bu urushda mavzudan uftup oldu. Ama Xinjiangda Terakda davoni ya Cho'chak chegara eg'izida Rossiya Cho'chakning bir qismigacha ishkirilib kirib, Xitoyning bir polkdan ortiq askarini nabud qildi. Hozir Abdur dal shu vaqtdagi masalalarni so'zlayapti. Reis Xi Jinping Xilonjang ziyorat qilib Xishazi oroliga oyoq bosganda o'xshashli bu orol to'g'risidagi tarixiy hikoyalarni va aslimalarni navbatda jamoat fikriga elib kirishdan saqlanolmaydi. Nemishqa bu Xishazi oroli to'g'risidagi aslimalar va tarix hikoyalarni navbatda jamoat fikriga elib kirmoqchi bo'lib qoldi Reis Xi Jinping. Buning sababi nima? Jungo taraf belki maqsadli kaldı bu uçurunu koyup berip ma'lum pozitsiyani ifodalanmoqchi bo'lgan bo'lishi kerak. Demek Jungo taraf Xishazda oroli to'g'risi maqsadli uçur koyup berip Rossiyaga hukumatning maydonini ifodalanmoqchi bo'lgan bo'lishi kerak. 5-oyning 21-kuni Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari bilan Rossiyaning yuqori darajali yig'ini Qor dengizining bo'yidagi Sochi shahrida oxirlashdi. Yuqori darajali yig'ini Sochi xitobnomasi e'lon qilib, Janubiy dengiz masalasini tilga oldi. Janubiy dengiz harakat prinsipi, Janubiy dengiz harakat xitobnomasi umumyuzlik, unumlik ijro qilishga haydakchilik qilindi. Erkin qatnash, erkin uchish kapolat qilib, har qaysi taraflarning o'zini tutib olishiga haydakchilik qilindi. Jungo mushiningdan ranjib qoldimi? Yoki Rossiyadan shuning uchun yamallab qoldimi deydi Abdur.
Endi biz tahlil qilib bakaylı dostlar. Biz fakatla özümüzün kömökçüge çoğaltmasligimiz, qoqaştırmasligimiz lazım. Konkret narsaning konkret tahlil qilaylı. Aldığımızdaki 6. ayının muş haftasida, belki keyingi haftasida Prezident Vladimir Putin Cumhur'unu ziyaret qiladi. 5. ayının 6. günü Sochi'da Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe bilan ko'rishdi. Ko'rishishdan keyingi e'lon qilingan xabarlarda biz diqqat qilgandek masala yo'q. Biroq muxbir Hacı Qutluk Qadir'ning e'lon qilishiga Yaponiyadan qilgan xabarga qaraganda, Sochi'da Qor dengizining bo'yida Prezident Vladimir Putin bilan Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe yarim soat maxfiy suhbatlashdi. Bu söhbətdən məzmunu siz bilan bizga ayan bolmagan bilan Cungo hökuməti bunu bilib turdu. Çünki çoğ dövlətlər ara moşundaq narsalar özara bir-biriga uqtirish qilinadi ekan. Alayda məxfiyyətlikdən başqa narsalar özara uqtirish qilinadi ekan vatandaşım. Cungo bundan xabardar. Shinzo Abe bilan Prezident Vladimir Putin nima deyishdi buni bilgan olmaydi. Uning keyindilla Sochida Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari bilan Rossiya birlashib ochgan yig'in Sochi xitobnomasi e'lon qildi. Bu meselede Janubiy dengiz meselesi Rusya yoki Cungo'ga taymasligi yoki Amerikaga taymasligi kerak. Bu bir davlat. Albatta shundoq maydon tutadi. Biroq Rossiya adolat maydonida ching turmasa, uning xalqaro nazardan tushib qoladi. Hozirgi masala Amerika Qo'shma Shtatlari Janubiy dengiz xalqaro qonunlarini ta'kidlayapti. Masalalarni tinch yo'l bilan hal qilaylik deyapti. Janubiy dengizni harbiylashtirmaylik deyapti. Demak, Sochi xitobnomasi Rossiyada e'lon qilinganda nima dedi? Erkinlashtirish, erkin uchish, tinch yo'l bilan hal qilish, harbiylashtirmaslik degan narsaning hammasini tilga oldi. Bundaq aytganda Rossiya Amerika tarafda turdilar emas. Bu xalqaro haqiqat, adolat tarafda turdi degan gap. Agar mushundaq payti Jungo buni o'ch olman degan bo'lsa qiziq bir gap. Biroq sizning esingizda borki biz so'zlagan edik 4-ayning 18 va 21 kunlari Prezident Vladimir Putin bu qatam Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe bilan Ikkinchi Dunyo urushidan keyin qilib qolgan tarixiy masalalar to'g'risida suhbatlashadiganlar tilga olganin. Bu qatam 5-ayning 6-kuni bu suhbat bo'lindimi, bo'linmadimi? Buni bilmaymiz. Jungo hukumatı buni besh qo'ldak bilib turdi. Menimcha Xi Jinping rais Xi Jinpingning Xilingjonga berishining hech qanday zaruriyati yo'q. Hozir ichki ishlardan qaraganda Xilingjonning Yunnanni palani